Boshlang'ich 15% ham demadik. Boshlang'ich atigi 0% bilan avtosalondagi istalgan modellarni kelib xarid qilish. Buni gapini qarang. Boshlang'ich 0% deydi To'g'jon. O'zi kecha qissasi tashlab ketdi bu balani. Tushunmadim. Xalq ham tushunmadi 0%larni. To'g'jon yig'ishtiring u 0%, men sizga zakonni variant qilib beraman. Misol uchun, siz Buxoroga kelasiz, 25% to'laysiz, xohlasangiz 30% to'laysiz. Baribir ko'rpasantaga olib qo'ygan pulchangiz bo'lsa, uni bilamiz bu narsani. Sizga halol nasiyaga, misol uchun qarang, qanday desam, foiz penishmi qo'shilmaydi. Shunaqa variantga qilib beramiz. 1 yildan 3 yilgacha o'zini pulini bo'lab to'lib yurasiz. Hech qanaqa foiz qo'shilmaydi ustiga. Mana sizga variant, mana sizga zakonni, sizga skidka. Ha, aytgancha, agar to'liq to'lab olaman mashinani desangiz, 26 milliondan 74 milliongacha ham skidkalarimiz bor. Keling, bonuslarimiz bor, bir nimalar qo'shib beramiz mashinangizga. Mana sizga variant, zakonni mana. Og'ay tushunmaganlarga menga qara, men xato qilganim yo'q-ku, 0% ga beramiz. Bank u zalogga uyni olibdi. Biza vinomat bo'lmas deymiz. Endi u narsani o'zlaringiz kelishib olasizlar. Men To'g'jon sizga zakonni variant berdim. Sizlarni Swiss Buxoroda kutib qolamiz. Kelinglar. Ela subiu, desceu, eu vou